qilib turib kecha Harry Kane'lardan 39 tugadi degan futbolchi jismoniy tomondan ham yengyapti. Mayli, IQ paykusi, lekin kuch tomonlama 3 ta 4 ta baquvvat futbolchilar bosib kelsa ham o'tib ketdi-da. Necha sariq olishdi-ku. Yiqilmadi. O'sha nimadan desa, aynan mundialga o'sha jismoniy tomondan juda zo'r tayyorlanganlar. Endi uni biz hali talant Xudo unga qobiliyat bergan deymiz, lekin mehnatni ham qilganda, mehnat qilmasa bunchalik hali oxirgi golni 90+2 da pressing qilib, nariyodan to'p olib keldi-da. Bular o'zini pikini bilar ekan demoqchiman. O'zi futbolchi bilmasligi mumkin. Haligi vrachlar o'zini rejasi bo'ladi, qanaqadir tayyorlab dasturi bo'lsa kerak. Bu futbolchilar ustida ko'pchilik ishlaydi. Hozir agar Argentina chempion bo'ladigan bo'lsa, oltin to'p Messi olish kerak deyman. Lekin Ispaniya chempion bo'ladigan bo'lsa, Yamal olmasligi kerak. Bu Yamalning Ispaniyasi emas hali. Keyingilar Yamal Ispaniyasi bo'lishi mumkin. Hali markazga o'tib boshqa, chunki o'tgan gal ham aytildi-yu, yorqin emas u deyilganda, yorqin emasida nima finalga chiqdi. Endi hali nima bo'ldi o'zi tushunmam bo'lmay qoldi.